Assalomu alaykum qadrli Innovation School YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugungi darsligimizda sizlar bilan IELTS writingdagi discussion essayni qanday qilib yozishni ko'rib chiqamiz. Va ishonamanki, bugungi darsligimizda o'rgatadigan ma'lumotlarni yaxshilab o'zlashtirganingizdan keyin eng kamida 7 va hatto undan-da baland ball oladigan essaylarni yoza oladigan bo'lasiz. Qani unda let's start. Aslida discussion topicni boshqa bir topiklardan ajratish umuman qiyin emas. Chunki bu kabi topikni oxirida sizdan discuss both views and give your opinion degan task talab etiladi. Ya'ni ikki tomonning fikrini discuss qilishingiz kerak. Va bu kabi topikda ahamiyat bering, ikki xil insonlarni ikki xil fikri beriladi. Misol tariqasida birinchi topikda aytayaptiki, some people believe that children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children. Mana sizga atayin bu yerda ikki tomonning fikrini qora rangda bold qilib qo'yganmiz. Birinchi fikrni ahamiyat bering, children should not be given homework by their teachers deyapti. Ikkinchi guruhning fikrida esa aynan ushbu fikrga mutlaqo qarama-qarshi bo'lgan fikr, ya'ni homework plays an important role in the education of children deyapti. Ikkinchi mavzuga ahamiyat bering. Some people argue that parents should have a strong influence on their children's choice of friends and life partners. Ya'ni ba'zi insonlar ishonadiki, ota-onalarda ularning farzandlari kimga turmush quradi va kim bilan do'st orttirishi bo'yicha qarorlariga strong influence bor, ya'ni ularning ta'siri bo'lishi shart demoqchi. Bular bu fikrga qarama-qarshi fikr ega bo'lgan insonlarning aytishi bo'yicha others believe that young people should make these decisions independently. Ya'ni ushbu yosh insonlar bu qarorlarni o'zlari qilish kerak deyapti. Ya'ni shundan bilishingiz mumkinki, discussion essayda ikki xil guruhdagi insonlarni bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan fikrlarini siz nima qilishingiz kerak bo'ladi? Discuss qilishingiz kerak bo'ladi. Va discussion essayda siz bilishingiz shart bo'lgan narsa shuki, discussion essay is not about what you say, it's about what they say. Ya'ni discussion essayda sizni fikringiz qiziq emas. Siz o'zingizning shaxsiy fikrlaringizni bermaysiz, balki ikki xil guruhdagi insonlarning fikrini examinerga ochib berishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu narsa sizdan talab etiladi. Shaxsan men discussion essayni xuddiki sud zaliga o'xshataman. Nega? Chunki sud zalida kimlar ishtirok etadi? Judge ishtirok etadi va ikki tomondagi insonlar ishtirok etadi va o'rtada bizda qanaqadir crime bo'ladi, to'g'rimi? Qanaqadir bir mavzu bo'ladi. Endi siz essay yozayotganingizda xuddiki sud zalidagi judgega o'xshashingiz kerak bo'ladi. Judgening vazifasi o'zining shaxsiy fikrlarini berish emas, balki ikki tomonning fikrlarini nima qilish bo'ladi? Eshitish kerak bo'ladi. Misol tariqasida ushbu formulaga qarang, bizda topic bor. Topic nima edi? Doing homework, to'g'rimi? Ya'ni uyga vazifasini qilish yoki deciding something, ya'ni choosing a life partner and friends. Do'stlarni yoki umr yo'ldoshini tanlash haqida edi, to'g'rimi? Bizda topic bor va ikki xil guruh bor, ya'ni group of people bor. Bu yerga qarang, the first group of people, birinchi guruhdagi insonlarning o'zlarining fikrlari bor. Ularning fikrlari nima edi? Ota-onalar tanlashi kerak, kimga turmush qurish kerak, kimni do'st orttirish kerak, buni ota-onalar tanlash kerak. Ikkinchi guruh insonlari esa nima deyapti? Bolalarni o'zlari qaror qilish kerak. Boshqa bir mavzuyimizda homework is not important deyapti kimdirlar. Boshqa bir insonlar esa nima deyapti? Homework is very important deyapti. Ya'ni shundan bilishingiz mumkinki, bu yerda sud zaliga o'xshab bizda biror bir mavzu bor. Shu mavzu ustida ikki xil guruh insonlari nima qilishadi? Bahs olib borishadi. Va sizning vazifangiz shu bahsni discuss qilish. Bu yerda o'zingizning fikringizni men shunaqa deb o'ylayman, meni fikrimcha bunaqa deb aytishingiz mumkin emas, balki ikki xil guruh insonlarning fikrini siz discuss qilishingiz kerak bo'ladi. Va eng oxirida, ya'ni xuddiki sudda ham nima bo'ladi? Ikki tomon insonlarning fikrlarini birinchi discuss qilib eshitib olinadi va eng oxirida ikki tomonning fikrini eshitgandan keyin judge o'zining qarorini e'lon qiladi. Xuddi shu kabi discussion essayda ham siz o'zingizning shaxsiy personal view, personal opinion'ni siz oxirida berganingiz ma'qul. Ko'pchilik ustozlar nima qiladi? O'quvchilariga aytadiki, introductionda aynan qaysi tomonni sen support qilasan, o'shani aytib qo'y. I think, I believe deb o'sha tomonning fikrini aytgan deyshadi. Aslida buni juda ham ko'plab ekspertlar recommend qilishmaydi.
Keling hozir birgalashib bitta mavzuni tanlaymiz va aynan shu mavzuga step by step butun bir essay yozib ko'ramiz. Kelishdikmi? Qani ketdik. Mavzuyimiz boyagi topik, ya'ni o'quvchilar uyga vazifa berilishi kerak emas. Kimdirlar o'ylaydiki, o'quvchilarga uyga vazifa berilishi kerak. Endi sizga exam jarayonida biror bir topik berilganidan keyin birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu brainstorming. Brainstorming bu rejalashtirish. Bizda ikki xil insonlarning ikki xil fikri bor. Siz bittasini olasiz. Misol tariqasida homework is not important degan insonlarning fikri. Aynan shu fikrga oid siz ikkita topik, ya'ni ikkita reason yozishingiz kerak bo'ladi. Misol tariqasida birinchi fikr, birinchi pointimiz nima? Ya'ni nimaga uyga vazifa muhim emas degan savolga reason berishingiz kerak bo'ladi. Pupils might get exhausted both mentally and physically. Ya'ni o'quvchilar fizически va mentalni charchab qolishlari mumkin. Exhausted so'zining ma'nosi charchamoq, charchagan. Ikkinchi sabab, ya'ni nega yana uyga vazifa berilishi kerak emas degan savolga ikkinchi sababimiz homework reduces the time available for extracurricular activities and can lead to pupils feeling disconnected from their friends. Ya'ni uyga vazifa qilish o'quvchilarda boshqa bir aktivitiyalar uchun vaqtni limit qilib qo'yadi va hattoki o'quvchilar o'zlariga yaqin bo'lgan insonlar, misol tariqasida do'stlariga vaqt ajratib qola olishmasligi mumkin va ular bilan disconnected bo'lib qoladi degan bitta point berib ko'ramiz. Endi homework is important degan tomonni fikriga ikkita reason beramiz. Nega homework important? Ya'ni homework is important. Pupils can apply the knowledge they had learned in the class. Ya'ni o'quvchilar dars jarayonida o'rgangan bilimlarini yana ham yaxshi o'zlashtirishadi. Keyingi sababi esa this improves people's independent learning and problem solving skills. Juda ham qiziq reason berilyapti. Ya'ni uyga vazifa qilish o'quvchilarda mustaqil o'rganish va mustaqil muammolarni yechishga bo'lgan skilllarni rivojlantiradi degan sabab berilyapti. Hozir berilgan topikka brainstorming qildik. Ya'ni ikki tomonning fikriga reasonlarni yozib chiqdik. Ana endi nima qilamiz? Albatta essayni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Bilamizki, IELTS Writing Task 2 da birinchi navbatda introduction va ikkita body va conclusion yozishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Keling endi introductionda nimalar yozish kerak va shu narsalarni qanday qilib yozish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, introductionda bilingki, siz 2 dona gap yozishingiz maslahat beriladi. Ko'p emas, unaqa boshingizni qotib o'tirishingiz umuman shart emas. Birinchi gapda siz umumiy birinchi navbatda topikni yozing. Topik nima haqida? Topik bizda albatta homework haqida va ikki tomonning fikrini berasiz. Ikki tomon nima deb o'ylayapti? Buni qanaqa qilib yozishingiz mumkinligini hozir bundan keyingi slaydimizda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi gapimizda esa the aim of this essay, ya'ni essayning maqsadi. Bu essaydan o'zi maqsad nima? Shu yerda qizilda atayin belgilab qo'yganman, ahamiyat bering. Never include a personal view, ya'ni siz discussion essayni introduction qismida hech qachon o'zingiz shaxsiyingizni bermaysiz. Ko'pchilik qiladigan xatolardan biri bu discussion essayda o'zlarini aynan shu ikkita guruh insonlarni qaysi fikriga qo'shilishlarini aytib qo'yadi. In my opinion, I believe that deydi. Qaysi tomon fikri to'g'riligini, aynan shu tomonning fikri to'g'ri, men shunga qo'shilaman deb yozib qo'yadi. Aslida bu discussion essayda it's not recommended, ya'ni maslahat tavsiya etilmaydigan narsa hisoblanadi. Keling biz boyagi mavzuga introduction yozib ko'ramiz. Ya'ni homework haqida. Yana bir qaytaraman, discussion essayda ikki xil insonlarni bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan fikrlari bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu yerda xuddi shu boyagi topikni, o'sha ikki tomonning fikrlarini qora rangda belgilab qo'ydim. Ketdi. Hozir biz endi shu mavzuga introduction yozib ko'ramiz. Birinchi navbatda keywordni yozamiz. Bizning topikimizda keyword albatta homework. Homeworkni yozasiz. Shu yerda ahamiyat bering. Men sizga example sifatida bergan introductionda qizil rangdagi so'zlarni almashtirsangiz bo'ldi. Qora rangdagilar shundoq qolsa bo'ladi. Va shu orqali siz juda ham chiroyli, jaranglaydigan introduction yozishingiz mumkin bo'ladi. Bizning keywordimiz homework. Homework is an issue which frequently generates a great deal of heated debate with supporters claiming that. Ya'ni homework bu shunday mavzuki, shunday muammoki, qaysiki tez a great deal of degani, a great deal of bu ko'plab ma'nosida keladi. Juda ham ko'plab heated debate, qaynoq debat, qaynoq kelishmovchiliklarga generates sabab bo'ladi, olib keladi. Ya'ni homework bu juda ham ko'plab qaynoq kelishmovchiliklarga, discussionga sabab bo'ladigan mavzu deb examinerga aytib o'tdik. Va shundan keyin
with supporters claiming that, ya'ni birinchi guruh vakillari bor edi, o'shalarni e'tibor olmasa. Kimdirlar ishonadiki, believing that, supporting that, claiming that fe'lni almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Va topikdagi ularning fikrini copy qilib tushirsangiz bo'ldi. Faqat copy qilib tushirayotganingizda, yozayotganingizda qo'lingizdan kelganicha paraphrase qiling. Birinchi insonlarning fikri nima edi? Children should not be given homework by their teachers. Xuddi shuni paraphrase qilgan holatda tushunamiz. Pupils, ya'ni children emasdi, pupils ga o'zgartirdik. Should not be given some extra tasks to do at home. Ya'ni o'quvchilar uyda qilishlari uchun qo'shimcha vazifa berilishi kerak emas. Qo'limizdan kelgancha paraphrase qilib tushirasiz. Birinchi tomonning fikrini hozir aytib o'tdik. Ana endi gapni to'xtatmagan holatda ikkinchi tomonning fikrini ham aytib o'tasiz. Whilst the opponents believe that, ya'ni ikkinchi tomon ham ishonadiki, bu yerda whilst so'zining ma'nosi xuddiki while ga o'xshaydi. Ikkinchi tomonning fikri nima edi? Homework plays an important role in the education of children. Xuddi shu gapni qo'lingizdan kelganicha paraphrase qilib tushirsangiz bo'ldi. Homework is an important aspect of education. Ya'ni ularning fikricha uyga vazifa educationning muhim aspekti. To'g'rimi? Bo'ldi, biz gapni tugatamiz. Birinchi gapda biz nimalarni aytib o'tdik? Ahamiyat bering. Keyword, ya'ni mavzu nima haqidaligini examinerga aytdik. Albatta bu homework. Va ikki tomonning fikrini ham juda ham chiroyli holatda aytib o'tdik. Ya'ni examiner bilyapti, topic nima va ikki tomon nima deb o'ylaydi. Shuni bildi. Ana endi siz ikkinchi gapingizda nima yozar edingiz? The aim of the essay, ya'ni essayning maqsadi. Uni qanaqa yozishingiz mumkin? Unda hech qanaqa so'zlarni o'zgartirish shart emas. Shu yerda berilgan narsani shunchaki yozib qo'ysangiz, yodlab olsangiz bo'ldi. Misol tariqasida this essay will look into the opinions of both sides and then put forward my personal view. Ushbu essay ikki tomonning fikrlarini ko'rib chiqadi. Look into so'zining ma'nosi ko'rib chiqadi. And then va undan keyin put forward my personal view. Put forward fe'lining ma'nosi oldinga qo'yadi, ya'ni beradi ma'nosida aytyapti. Va undan keyin shaxsiy fikrimni oldinga qo'yadi. Ya'ni examiner siz aytyapsiz. Birinchi navbatda men ikki tomonning fikrini ko'rib chiqaman va undan keyingina shaxsiy fikrimni beraman deyapsiz. Iltimos qilaman, ko'pchilik qiladigan xato, ya'ni o'zingiz shaxsiy fikringizni, qaysi tomonning fikri to'g'riligini aytib o'tmang. I believe that these people are thinking right degandek ma'noda hech qanaqa narsa aytishingiz kerak emas. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing va Innovation kanaliga albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ana endi bugungi darsligimizni eng qaymoli joyini boshlaymiz. Albatta bu badiiy qismlarini yozish hisoblanadi. Ko'pchilikni qiynaydigan yana bir muammolardan biri bu, badiiyda bilasiz, bir nechta gaplar yoziladi, to'g'rimi? Ular bilmaydigan narsasi bu, nechta gap yozishim kerak, qaysi gapda nima haqida yozishim kerak degan savol albatta ularni qiynaydi. Bilingki, task 2 da sizga recommend qilinadi 4 dan 6 tagacha gap yozish. Ko'pchilik o'ylaydi, bir nechta gap yozib tashlashga harakat qilsam yaxshi bo'ladi. Yo'q, 4 dan 6 tagacha gap yozing va har bitta gapingizni maqsadi bo'lsin, bo'ldi. Endi siz o'ylashingiz mumkin, nima bo'lishi mumkin? 4 ta, 5 ta, 6 ta gap desiz, mana bu slaydimizda aytib o'tganman. Birinchi gapingizda siz first reason of why people hold the opinion, ya'ni insonlar nega unaqa o'ylaydi? O'shani birinchi fikri. Misol tariqasida boya brainstormingda aytdikki, homework is not important dedik, to'g'rimi? Nega? Chunki eslasangiz, children may get exhausted both mentally and physically. O'quvchilar, bolalar fiziki va mentalni charchab qolishi mumkin degan fikrni oldik, to'g'rimi? Va aynan shuni yozib o'tasiz. Ikkinchi gapingizda esa bunga aynan supporting point berasiz. Albatta bu haqida ham birozdan keyin gaplashamiz va example berasiz va undan keyin second reason, ikkinchi sabab. Nimani ikkinchi sababi? Why homework is not important deganning ikkinchi sababi. Homework nega muhim emas? Ikkinchi sababda chunki u o'quvchilarni boshqa bir aktivitelarga va yaqinlariga vaqtni nima qilib qo'yayotdi? Limit qilib qo'yayotdi. Shu haqida eslatib o'tasiz va shu fikrni ham support qilasiz. Bu birinchi bodyda yozishingiz kerak bo'lgan narsa. Ikkinchi bodyda ham xuddi shu narsa eslatib o'tiladi. Faqat ikkinchi tomonning fikrini eslatib o'tasiz. Ya'ni why is homework important? Ya'ni homework nega muhim degan savolga javob berib chiqasiz. Boya biz brainstormingda aytib o'tdikki, o'quvchilar o'rgangan narsasini nima qiladi?
ko'proq tushunib yetadi, apply qiladi o'zligiga. Ikkinchida esa independent learning skill, independent problem solving skilllarni rivojlantiradi dedik. Xuddi shu narsalar. The first reason, va albatta the first reasonga support berasiz. Example, second reason va xuddi shu second reasonni ham nima qilasiz? Support qilasiz. Endi yana bir narsani ko'pchilik qiynaladi, bir narsada qanaqa qilib gaplarni boshlashim mumkin, to'g'rimi? Shu narsada qiynalishadi. Men shu uchun useful phrasesni qo'shib chiqdim. Juda ham foydali bo'ladigan so'zlar. Bu yerda to start the body, ya'ni body qismlarini boshlashingiz uchun kerak bo'ladigan so'zlar. Qanaqa qilib boshlashingiz mumkin desa, on the one hand, ikkinchi bodyni esa on the other hand deb boshlashingiz mumkin bo'ladi. Yoki first of all, second of all, firstly, secondly. Va hattoki supporting point beramiz-ku. Supporting point uchun ham bu yerda nima yozilgan? Albatta fikrlar yozib chiqqan. Supporting pointni bu yerdagi so'zlar bilan siz yozib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi example berish uchun. Example'ni qanaqa berishingiz mumkin? Albatta shu so'zlar bilan berishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari siz second pointni ham in addition, additionally, moreover, furthermore deb berishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ikkinchi point nima edi? Ikkinchi reason edi, to'g'rimi? Ularni eslatib o'tganimdek ushbu so'zlarda boshlashingiz mumkin bo'ladi. Endi ikkita body yozganingizdan keyin siz albatta conclusion yozasiz. Conclusionda bitta yoki ikkita gap yozish tavsiya etiladi. Birinchi gapda mention both views and introduce your decision. Aynan shu yerda siz qaysi tomonning fikrini support qilishingizni eslatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Yana bir marta qaytaraman. Ko'pchilik introductionda eslatib o'tadi. Yo'q, discussion essayda aynan shu qismida siz o'zingizni personal viewingizni berishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi gap bu ixtiyoriy gap. Xohlang yozing, xohlang yozmang. Agar yozadigan bo'lsangiz, recommendation berib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Maslahat. Ya'ni mavzuga oid biror bir maslahat. Buni ham qanday yozishni Xudo xolisa ko'rib chiqamiz albatta. Endi body part, body number 1 ni ko'rib chiqamiz. Bilingki, mana bizda ikki xil inson bor, two groups of people bor. Siz qaysi brainstorming qilganingizdan keyin qaysi tomonning fikrini support qilasiz? Baribir o'zi shaxsan qaror qilib olasiz-ku. Mana siz nima deb o'ylaysiz? Homework muhimmi yoki muhim emasmi? O'ylashingiz mumkin, muhim deb o'ylashingiz mumkin, to'g'rimi? Agar siz muhim degan insonlarga qo'shilsangiz, aynan shu insonlarning fikrini ikkinchi bodyda aytganingiz ma'qul. Birinchi bodyda siz qo'shilmaydigan insonlarning fikrini berasiz. Misol tariqasida boyagi mavzuda ota-onalar umr yo'ldoshini va do'stlarni tanlashga aralashish kerakmi yoki insonlarning o'zligi yosh insonlar o'zlari decide qilishlari kerakmi? Endi aytishingiz mumkin, ota-onalar qo'shilgani ma'qul desangiz, aynan shu fikrni ikkinchi bodyda yozasiz, birinchi bodyda esa choosing independently degan fikrni yozishingiz kerak bo'ladi. Boyaga tepada aytib o'tganimizdek 5 xil gap: first point, supporting point, example, second point, supporting point, ya'ni shu gaplarni qanday qilib bizni boyaga homework mavzuyimizga tushirganimizni hozir birgalashib ko'rib chiqamiz. Example berib o'tganda ko'pchilikni qiynaydigan narsa bu g'oya topish hisoblanadi. Bilingki, examplega berib o'tgan g'oyangiz internetdagi biror bir ma'lumot yoki fakt, statistika bo'lishi umuman shart emas. Siz har qanaqa bitta davlatni example qilib oling, har qanaqa bitta yilni qilib oling va berib o'tgan ma'lumotingizni shunchaki statistik yoki research, survey, fact deb olsangiz bo'ldi. Berib o'tgan ma'lumotingiz fakt bo'lmasa ham, to'g'ri bo'lmasa ham, bu uchun examiner balingizni tushirib bormaydi. Examiner sizni berib o'tgan ma'lumotingiz faktmi yo'qmi bu uchun bar qo'ymaydi, balki berib o'tgan ma'lumotingiz logicalmi va mavzuga relevantmi va to'g'ri grammatika orqali, to'g'ri so'z orqali uni yetkazib beryapsizmi, shunga qaraydi xolos. Misol tariqasida ushbu topikimizga berilgan, ushbu tepadagi reasonga berilgan example'ni ko'ramiz. For instance, research conducted in 2009 in Uzbekistan showed that 2009-yilda O'zbekistonda olib borilgan researchni ko'rsatadiki, aytmoqmiz. Bu research hech qayerda yo'q. Nega? Chunki buni o'zimiz to'qiganmiz va bu uchun examiner hech qanaqa ballni past qilib olmaydi. Endi that playing outdoor games such as football, tag or even cycling has far more beneficial outcomes than doing homework after school time. Ya'ni
outdoor games, tashqarida qiladigan o'yinlar, misol tariqasida futbol, velosiped yoki shunga o'xshash boshqa bir o'yinlar uyda o'tirib, uyga vazifa qilishdan ko'ra o'quvchi uchun, bola uchun benefiti ko'proq, foydasi ko'proq deb xulosaga kelishgan ekan. Bu xulosa o'zi aslida hech qayerda yo'q bo'lgan xulosa. Lekin buni biz 2009-yilda O'zbekistonda olib borilgan research shuni ko'rsatdiki deb oldik. To'g'ri, bu ma'lumot noto'g'ri bo'lar edi agarda bundan keyingi berayotgan fikrimiz logical bo'lmasa. Ya'ni misol uchun aytaylik, smoking haqida gaplashaylik. Mana smoking zarar, to'g'rimi? Nega zarar? Chunki insonning sog'lig'iga zarar deb fikr bildirdingiz. Ana endi example beryapmiz. Exampleda nima deb olishimiz mumkin? Palonchi yilda China shahar davlatida o'tkazilgan statistik yoki survey shuni ko'rsatdiki, deyishimiz mumkin. Aytaylik, 2 millionga yaqin insonlar o'sha yilda smoking sabab o'lib ketdi. Ya'ni Xitoyda palonchi yili smoking oqibatida nechidir millionta, 2 millionta odam o'ldi, to'g'rimi? Bu statistikaga yaqin. Ya'ni logical idea, to'g'rimi? Lekin shu yerda o'sha yilda Xitoyda 200 millionga yaqin inson o'lib ketdi smoking oqibatida deydigan bo'lsangiz, o'sha bu umuman logical idea emas, to'g'rimi? Nega? Chunki 200 millionta inson smokingning oqibatida bitta davlatda o'lishi juda ham haqiqatdan juda ham uzoq hisoblanadi. Biz first point berdik, support qildik, example berdik va albatta endi qilishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Second reason, second point. Nega aynan uyga vazifa muhim emas degan narsaga ikkinchi sababi. U ikkinchi sababni boya aytib o'tganimdek, mana furthermore deb boshladik. Yana nima deb boshlashimiz mumkin edi? Additionally, in addition yoki aytaylik moreover, furthermore shunga o'xshash yordamchi so'zlar orqali. There is evidence to support the idea that homework not only does nothing to improve education and outcomes, but it also isolates the students from close people such as family members or friends who play a significant role in their life. Ya'ni uyga vazifa o'quvchini ta'limida nafaqat hech qanaqa foydasi yo'q, balki uni yaqin insonlardan ham isolate, ya'ni uzoqlashtiradi degan fikr berdik. Va shu yerda biz birinchi badiyni tamomlaymiz. Ana endi ikkinchi badiyni boshlashimiz mumkin edi. Ikkinchi badiyda nima deb boshlayotgandik? Nima haqida edi? Homework is important. To'g'rimi? Endi shu yerda juda ham bir zo'r narsani o'rgataman sizga. Discussion essayda ikkinchi badiyni nevertheless deb boshlang va it is said that homework has a positive role to play in the schooling of children. Ya'ni it is also deb so'zini qo'shsangiz ham mumkin bo'ladi. It's also said that homework has a positive role. It's also said that deysizda, ikkinchi tomoni fikrini yana bir marta paraphrase qilib aytasiz. Ya'ni biz introductionda yozgan edik-ku. Ana endi bu yerda yana bir marta yozamiz. Ya'ni bu nima bo'lyapti? Nevertheless degani however butga o'xshaydi. Shunga qaramasdan it's also said that degani yana insonlar aytadiki, o'sha boshqa insonlarni aytmaymiz. Yana insonlar aytadiki, homework has a positive role to play in the schooling of children. Ya'ni bolalarga ta'lim berishda homeworkning ahamiyati bor. Endi buni nima qilamiz? Albatta isbotlashimiz kerak bo'ladi. Reasonlar berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi reasonimiz nima edi mana? The first reason independent learning edi, to'g'rimi? Ana endi shuni aytib o'tamiz. Independent learning as well as problem solving skills are deemed to be the main benefit of doing home tasks as children are left alone to work through tasks. Ya'ni independent learning, mustaqil o'rganish va muammolarni yechish kabi skilllar o'quvchi uchun juda ham deemed to be main benefit, ya'ni juda ham foydali deb hisoblanadi. Nega? Chunki o'quvchilar uyda o'zlari qolishga majbur bo'lishadi, o'zlari uy ishini qilishlari kerak bo'ladi. For instance, by doing mathematics exercises at home, students consolidate their understanding of the concepts taught by their teacher at school. Ya'ni o'quvchilar matematik mashqlarni uyda qilish orqali dars jarayonida ustozlari bergan bilimlarini, o'tgan mavzularini consolidate qilishadi, yana ham yaxshi o'zlashtirishadi deb biror bir fikr berib qo'ydik example tariqasida. Endi keyingi qilishimiz kerak bo'lgan narsa second reason, ya'ni ikkinchi pointni beramiz. Ikkinchi pointni qanday boshlar edik? Eslasangiz, in addition, moreover, furthermore.
In addition, students will never confront a difficulty to solve the problems and questions given in their exam papers, as they have already experienced to fulfill the tasks independently without any help of others. Esingizda bo'lsa, brainstorming aytib o'tgan edikki, uy ishini qilish o'quvchilarga independent learning skill, independently problem solving skilllarni oshiradi degandik, to'g'rimi? Aynan bu gapda ham xuddi shunaqa fikr berilyapti. Ya'ni o'quvchilar ekzamenda berilgan mashqlarni, vazifalarni qiyinchiliksiz o'zlari mustaqil qila oladigan bo'lishadi. Chunki uy ishi qilish orqali allaqachon ular independent problem solving skillni o'zlashtirib olishgan bo'lishadi deb aytdik. Endi oxirida biz nima qilishimiz mumkin? Supporting point berishimiz mumkin yoki conclusion of the body qilgan holatda fikr berib qo'yamiz. Thus, it's vitally crucial for children to develop a self-study habit at home which prepares them for real life challenges. Ya'ni o'quvchilarga, yosh avlodga uy ishini qilish orqali self-study habitni kuchaytirishimiz vitally crucial, juda ham muhim deb umumiy fikrni, mulohazani yopib qo'ydik. Endi navbat conclusion qismiga keldi. Boya aytib o'tganimdek, conclusionda siz bitta yoki ikkita gap yozib qo'ysangiz bo'ldi. Conclusionda siz to sum up yoki in conclusion so'zlarini ishlatib boshlashingiz mumkin bo'ladi va albatta ikki tomonning fikrini qayta bir marta aytib o'ting. Misol tariqasida bu yerda to sum up, while there are two different opinions on whether homework should be given to students or not, ya'ni uyga vazifa o'quvchilarga berilishi kerakmi yoki yo'q, ya'ni whether so'zi orqali ishlatilyapti. Qilish kerakmi yo'qmi shu mavzuda ikki xil fikr bor bo'lgan bir vaqtda I personally contemplate that so'zi orqali, ya'ni shu so'zlar orqali siz endi o'zingizni shaxsiy fikringizni oxirida aytib o'tasiz. I personally contemplate that doing homework benefits a lot in the long term. Ya'ni uy ishini qilish long termda juda ham katta benefits, foyda olib keladi, foyda beradi deb aytib o'tamiz. Ahamiyat bering, biz o'zimizni shaxsiy fikrni eng oxirida I personally believe, I personally contemplate, I personally think that deb keyingina beramiz. Shu bilan bizni discussion essay yimiz tamomlagan bo'ladi. Umid qilamanki, ushbu videoda siz ko'plab narsani o'rgandingiz va inshaalloh kelajakda o'zingiz niyat qilgan ballni albatta olib chiqasiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha bye bye.